Jinsiy yaqinlik qilishdan qo'rqib yurgan bemor yaqinda murojaat qildi. Tasavvur qiling, 8 oy xotin birga yashab, jinsiy aloqa qilishdan qo'rqib yurishgan. Shaxsan o'zimning tajribamda bo'lgan voqea. Telegram orqali bir bemorimiz murojaat qildi. Bemor bilan gaplashib, uni shikoyatlarini eshitganimdan keyin kerakli tekshiruvlarni topshirishini aytdim. Tekshiruvlar natijasida unda shamollash borligi aniqlandi va ehtiyot chorasi sifatida ayoli bilan birga bo'lmasligini aytdim. Kutilmaganda bemor 8 oy mobaynida ayoli bilan birga bo'lmaganligini aytdi. Bemor uylangandan keyin ayolda sistit kuzatilgan va ayoli davolangan, yana birga bo'lishgan, yana sistit kuzatilgan. Bu holat 4-5 marta takrorlangandan keyin oilada kelishmovchiliklar kelib chiqqan va qizni uydagilari olib ketishgan. Qaytib yarashgandan keyin bola yana shu holat takrorlanmasligi uchun qo'rqqanidan 8 oy birga bo'lmagan. O'z vaqtida davolanmagan kasallik uchun oila buzilib ketishi mumkin bo'lgan. Hamma kerakli analizlarni topshirib bo'lgandan keyin davolash muolajasini yozib berdik va davolanib bo'lgandan keyin ham bola qo'rqyapti. Yana aloqa qilsam kuzatilmaydimi shu holat? Yo'q, aloqa qilish tavsiya berdik. Yaxshi, hammasi yaxshi. Hozirgi kunda baxtli oilalardan biri. O'zingizni asrang.